Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Avvalambor kelayotgan bayramlarni tabriklaymiz. Shu qadrlasak, sizlar yuridik tashkilot hisoblanasizlar. Nimani tanishtirib o'tsak, bu hurmatli prezidentimiz qarorlari bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Ular faqat 312, faqat 7 mahalla loyihasi bo'yicha kreditlarni beramiz. Ular bergan papkalar bo'yicha asosan kunda muammo bo'lgan, qayerda to'xtab qolgansizlar, o'sha bo'yicha gaplashamiz. Endi tanishtirib o'tsak, mana shu PK 312 bo'yicha 100 milliongacha sug'urta bilan beramiz. 100 milliondan ziyodini garov sifatida beramiz. Ayol tadbirkor bo'layotgan bo'lsa 20%, erkak tadbirkor bo'layotgan bo'lsa 22% qilib beramiz. Savollar bo'layotgan bo'lsa, savollar bersangizlar, savollarga javob berib o'tamiz. Kim qayerdan keldi, qaysi mahalladan keldi, tanishtirib o'tsangizlar, shunga qarab javob berishga harakat qilamiz. Siz qaysi mahalladan keldingiz?